Hoji aka, men eshitib hayron qoldim. Nafaqat O'zbekistonda, butun O'rta Osiyoda bundan kattasi yo'q ekan-ku. Tasavvur qilishingiz uchun 210 ming kvadrat maydondagi Ibn Sino savdo markazi. Ishxonangiz shunda oldida yangi qurilgan masjid bo'lsa, zo'r-a? Umumiy 70 ta eskalator, 32 ta lift, 7000 taga yaqin do'kon bor ekan. Xitoycha ne yozib qo'yibdi desam, siz Vashington do'kon olmaganingiz uchun xitoyliklar kelib, optim Xitoy narxida mahsulotlarni sotadigan gipermarket ham qilishayotgan ekan. Ijoning ertaga shuni o'zi qancha odam potokini buyoqqa olib keladi. Bu bozorda siz oziq-ovqat yo'nalishi bo'yicha ham, stroy material yo'nalishi bo'yicha ham, kiyim-kechak yo'nalishi bo'yicha ham har xil yo'nalishda etajiga qarab do'konlarni olsangiz bo'ladi. Aytdim-ku, 9 kvadratli do'kondan boshlab katta do'konlarni ham shu yerdan topsangiz bo'ladi. Joylashgan joyi ham infrastruktura bo'yicha juda qulay. Bu yoq tomondan O'rizor, bu yoq tomondan Yunusobodga chiqib ketirish, odam juda gavjum joyda joylashgan. Viloyatlardan keladigan odamlar uchun katta halqa yo'lida joylashganligini hisobiga juda ham kelib ketish qulay hisoblanadi. Yana zo'r joy bu. 24 ga 7 ishlar ekan. Mabodo optim savdolar uchun ham qisa bo'lar ekan bu joyi. Yana 24 ga 7 qo'riqlanadi. Xullas hamma sharoit bor ekan. 6 oy ijara bepul paytida kelib bitta ishlab ko'rasizmi deyman. Mabodo hozir nomer qoldiraman, kelib yaxshi joylarni band qilsangiz bo'ladi.